Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga va'da qilganimdek uy sharoitida qarsillab chiqadigan do'chcha tuzlashni ko'rsataman. Bu uslubda tuzlagandan so'ng bemalol qish kunlari 3-4 barobargacha foyda ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib ishimizni do'chchani 20 daqiqa issiq suvga solib qo'yamiz. Bu holat do'chchadagi gaz miqdorini chiqarib yuborish uchun foydali hisoblanadi. Yaxshilab sterillangan bankalarimizga do'chchalarimizni to'ldirib solib chiqamiz. Har 1 litrga 2 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq shakar va bankalarimiz to'lguncha ustidan qaynoq suv solib chiqamiz. Suv tiniq, do'chcha esa qarsillab chiqish uchun 70% ustidan har 1 litrga 1 choy qoshiqdan qo'shib chiqamiz. So'nggi ishimiz bir parrakdan limon hamda do'chchani og'zini mahkam qilib yopamiz. Shu holatda quyosh tushmaydigan podvolni muzdek joyida qish fasligacha bemalol saqlasangiz bo'ladi. Shu o'rinda eslatma, do'chcha tanlaganda usti tukli do'chcha emas, usti silliq do'chchadan foydalansangiz, vaqtingiz hamda naqdingiz ketganiga achinmaysiz. Shu o'rinda sizlarga kattakon rahmat deb qolaman. Menga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Bu ijodkorga qo'shimcha kuch beradi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.